Assalomu alaykum. Ismim Nodirbek. Tojikistondan. Bizani onlayn maktabimiz Muallim kanalida sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bizning eng oliy maqsadlarimizdan biri tajribasi ilmi bor insonlar bilan suhbatlar, podkast, intervyu tashkil qilib, shu insonlarning ilmlarini ilm o'rganaman, hayotimni ilm orqali o'zgartiraman degan insonlarga ilmlarini, tajribalarini yetkazib berish. Bugun bizani bir qancha yillik, aniqrog'i mana bir necha yillik orzularimdan bittasi ustozim Azam aka Azizovni studiyamiz taklif qilganmiz. Azam aka bilan bugun biza startup biznes, umuman shaxsiy o'sish, rivojlanish, startup biznes va o'zlarining onlayn maktablari haqida suhbatlashamiz. Hozir biza kelishib oldikki, bu 3 ta mavzuga 3 ta podkast bo'ladi. Bu birinchi qismi va bu mavzuda biza birga samarazvita shaxsiy o'sish o'zi nima, bu nimadan boshlanadi, hozir qanaqa instruksiyalar borki, shularga amal qilsa agarda insonda muvaffaqiyatga erishish osonlashadi. Shular haqida suhbat qilamiz. Azam aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat taklif uchun. Sizga rahmat, yo'q demasdan kelganingizga. Azam aka, birinchi savol yoki taklif shunaqaki, Azam Azizov o'zlari kim, hozirda nima bilan shug'ullanadilar, nima niyatlari, maqsadlari bor? Bizani auditoriyaga bir martaga shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz agar. Mani oldindan kelib, boshidan kelib, hozirgacha ham asosiy mani yoqqan направление, hozirgacha ishlab kelayotganim bu IT soha. Mana shu sohada bu onlayn приложениялар, onlayn saytlar, программалар и онлайн обучение. Mani soham. Обучать qilamiz. Hozirgi bizning направленияmiz и 4 yil, по-моему, уже borayotganimiz bu investitsiya o'zbek tilida. Oldin investitsiya sohani тоже обучение bo'lardi, rus tilida qilardim. Darslar rus tilida bo'lardi. Bu hozirgi kunda siz shug'ullanadigan yo'nalish. Ha. Ta'lim sohasida. Ha. Keyingi qanaqadir niyatlar, maqsadlar, boshqa planlar? Keyingi mana shu sohada ishlayman. Тоже IT soha и обучение sohada. Дальнейшем mani maqsadim, planlarim bilim orqali odamlarni fikrlashini o'zgartirish, bilim orqali odamlarga qanaqadir foyda berish, чтобы ular o'zini hayotini o'zgartirsin. И yana bitta maqsadim bor, bu прямо onlayn обучениеga bog'liq emas, и IT sohaga bog'liq emas, но mani orzuyim, mechtam bu mana shu Srednye Aziyadagi davlatlarda birinchi o'rinda O'zbekiston, Tojikistonda qanaqadir katta поддержка qilish, благотворительная organizatsiya hayvonlarga, mushuk, kuchuk, mana shu sohada hozir ham o'sha bu bilan shug'ullanaman. Oldin Rossiyada aktivno bo'lardim. Но mani orzuyim yoki kelajakda o'zim fond qilish mana shu sohada yoki уже bor fondlarga shuncha pul ishlash, чтобы максимально darajada mana shu благотворительный organizatsiyalarni finansировать qilishga. Zo'r. Mana shu onlayn sohada hozir faoliyat olib boryapsiz, onlayn ta'lim sohasida. Shunga nima sababdan keldingiz? Yoki qiziqish qayerdan boshlandi? Qiziqish ta'lim berishga, обучение qilishga maktab paytida уже bo'lardi menda. И shu paytlarda men qanaqadir обучение qilishni boshlardim. Но u paytlarda mani birinchi chiqargan обучением bu programmирование. Biza bitta tanishim bilan programmирование, язык programmирования Delphi degan bor edi. Shuni обучениесini chiqardik. Bu ham onlaynda yoki onlayn. Bu u paytda biz maktabda o'qiyardik. Bu adashmasam 11-yilda edi. По-моему. 11-sinf edi, по-моему, shundoq edi. И avval mana shu sohada boshlanardi. Keyin men o'zim ham qiziqardim vыступать qilishga. Ssenadami, videolardami, yana qaytdami, menga protsess yoqadi. Не только как бизнес, но и процессni o'zi yoqadi. Shu uchun men shu maktab paytida
mana shu soha mani maktab paytida ikkita soha bilan boshlaganman hozirgacha shu как раз IT sohalar и обучение ta'lim berish и hozirgacha ham mana shu buni arasida manda ko'p boshqa sohalar bo'lgan edi har xil sohalarda man o'zimni sinab ko'rgan edim вечеринкаlar klublar mana shunaqa bo'lardi shkola tanцев modelniy shkola bo'lgan edi har xil offline bizneslar onlayn ko'p narsada o'zimni qilib ko'rganman но oxiri man hozir nimaga keldim nimada boshlagan bo'lsam IT и обучение shunga baribir с чего начали shunga вернулись да shu ko'p rosa ko'p sohalarni nishalarni man sinab ko'rgan и oxirida keldimki shunga что eng zo'r bo'layotgani manga yoqayotgani и более-менее qanaqadir rezultat bo'layotgani mana shu ikkita sohada zo'r mana shu yerda bitta savol paydo bo'ldi yana vaqt o'tdi bu yo'nalishga qaytdingiz o'zingizga yoqqan o'zingizga boshida shu yo'nalishda ITda yoki ta'lim berishga qiziqqansiz yana arada proyektlarni qilib boshqa yo'nalishlarda ham sinab ko'rdingiz o'zingizni yana shunga qaytdingiz vaqt kelibdi hozir mana shuni IT yoki ta'limni boshlangani mana shuni boshlanish misol siz o'zingizga qiziqqan bir yo'nalishni qandoq keldingiz man tasavvur qilaylikki 15 yoshlik 16 yo 17 yoki maktabni bitiruvchisiman man o'zimda qayerdan topishim mumkinki manda nima ko'proq yoqadi o'zimni kuchli tarafim shunda man ko'proq bu yordam qila olaman deb hozir man 16 yoshliman misolga o'spirin hozir o'ylayapmanki nima bilan shug'ullanaman endi hayotimda degan narsani man mana shu IT sohada bo'lganimda man shu paytda 100% o'zim uchun bilmasdim что постоянно shu sohada ishlashimni aytganimdek man keyin ko'p sohalarni yana sinab ko'rgan shu uchun bitta ko'p narsani sinab ko'rib keyin man точно bildimki ha mani soham mana shu ekan то есть man boshlagan paytimda 100% o'zimga kafolat berganim yo'q edim что mana shu narsa bilan shug'ullandim lekin menga yoqardi shu paytdan ham manda fikr bor edi что shu bilan shug'ullansam kerak deb но baribir 100% уверен emas edim menga juda yoqqan bo'lsa ham shu uchun man har xil narsani qilib ko'rgan edim keyin yillab o'tgandan keyin man уже bildim точно mana shu soha menga ekan deb и buni ham bilib bo'lmaydi nima bo'ladiki 5 yildan keyin mumkin 5 yildan keyin yana qanaqadir o'zgarish bo'ladi menda но nima stabilno ketayotganda qiziqishim har qanaqadir sohaga man qiziqqan tushgan keyin qiziqqan tushgan bu soha ho'p man vaqtincha qilmay turgan bo'lsam ham lekin qiziqishim mana shu ikkita sohaga tushmagan biromatlab и общий man qarorga keldim что значит mana shu soha bu qanaqadir vaqtincha motivatsiya emas qanaqadir vaqtincha nima qiziqish emas bu уже necha bir bu sohalarda 15 yil по-моему bo'libdi значит bu реально manda balkim предрасположенность bordir shu narsaga вот qanday man boshida kelgan bo'lsam bu sohalarga просто man shu bilan shug'ullanib то есть misol uchun просто o'tirardim maktab paytida o'ynardim o'yinlar sетевой o'yin onlayn o'ynardim keyin qiziqishni boshladimki o'zimni mana shu serverlarimni bajarishga o'yinda kirish uchun boshqarish shundan keyin qiziqishni boshladim saytlarni yaratishga shundan keyin qiziqishni boshladim saytlar emas qanaqadir programmalar приложениялар web servislar yaratishga ana shunday qilib qiziqib nima deydi сразу приложение onlayn servislarga kelmadim avval o'yin игровой serverlar qilardim keyin sayt oddiy saytlar keyin уже более профессиональный saytlar keyin уже web servislarga o'tdim и то web servislarda man noldan o'zim разработка qilmagan то есть man o'zim programmist emas o'zim разработчик emas man разработчикlarni topardim pulsiz просто совместно aytardik давай mana shuni qilamiz
mana shunaqaga san mana shuncha dollar olasan deb ana shunday qilardik biza. Saytlar nima haqida bo'lgan u paytda? O saytlar rosa ko'p nima haqida bo'lgan. O saytlar o'yinlar haqida bo'lgan, muzikalar haqida bo'lgan. Eng muvaffaqiyatli bo'lgani yoki siz o'zingiz haqiqatda ko'p vaqt sarflab o'zingizga yoqqani по сей день, может быть, hozirgi kungacha qaysi biri ishlaydi agar? Eng populyarnisi bu SMM haqida saytim bor edi. Ijtimoiy tarmoqlar haqida qanday SMM bo'yicha u birinchi sayt mana shu sohada bo'lgani. U paytda odamlar даже SMMni muncha bilmasdi. Hozir u paytdagi saytlar hammasi sotilgan yoki yopilgan. Chunki men aytgandek vaqtinchaga men ketuvdim IT sohada. Keyin qaytib keldim. Hozircha menda saytlarim qanaqa bor? Birinchisi bu repet.uz, bu repetitor sayt. Odam o'ziga repetitor qidirishi mumkin. Ikkinchisi psixologim.uz, bu psixologический portal. O'zbek tilida bu ham. Repetitorskiy ham o'zbek tilida. uznetix.com bu bizning proyektimiz. Mana shu ta'lim bo'yicha, обучение bo'yicha. Investitsiya darslari shu Uznetix'ning ichida o'tkaziladi. Bugungi kunda bularimiz aktual. Qidirib ko'rish mumkin, ichkariga kirish mumkin, analiz qilib ko'rish, foydalanish mumkin уже. Да. Ну, hozir mana shu video chiqayotgan paytda, по крайней мере, hammasi ishlaydi. A дальше ko'ramiz. То есть men buni ko'raman qandoq, misol uchun psixologiya soha o'zbek tilida, qandoq bu aktualni, ne aktualni repetitorsa ko'ramiz. Qandoq bu ketadi, ketmaydi. Men misol uchun o'zi eng успешный proyekt saytim bo'lganda oldin примерно 30 ta sayt yaratgan edim. 30 ta sayt qilgan edim. Yoki arzon narxda sotardim, yoki просто yopardim. Populyarni bo'lmasligi uchun. Mani strategiyam shunaqa ediki, что men ko'p saytlar yaratib yoki ko'p qanaqadir приложениялар, veb servislar yaratib, qaysidir o'tilardi. Вот. In o'tilganda oldin aytganimdek где-то 30 ta yaratgan edim, которые o'tilmagan. Pul olib kelgan qanaqadir. Boqqan, но чтобы прям именно millionlab deyishga unaqa emas edi. Вот. Bittadan ham hozir men har xil nishalarni test qilaman. Hozir mana shu ikkita sohani test qilaman. Ko'ramiz. Вот. Zo'r. Bu abzasga yana qaytamiz. Endi asosiy mavzumiz, bugungi podkastimizning mavzusi shu shaxsiy o'sish, rivojlanish va samaraziya. Mana shu mavzuga to'xtalsak agarda, boshlanishida bu shaxsiy o'sish o'zi nimadan boshlanadi? Bu o'zi nima degani? Bu qanchalik insonning hayotida haqiqatda foydasi bor yoki yo'q, yoki yo'q bo'lsa nima sababdan qanaqangi o'zini bir xislatlarini ko'rsatadi. Mana shu haqida gaplashsak agarda, chunki sizni 2012, mumkin 13-yildan boshlab misol avtobiografiyangiz haqida qiziqib, eshitganman, o'qiganman, misol kitobingizni o'qiganman, mana YouTube kanalingizda chiqargan kontentlarni haqida. Mana shu hozir aytmadingiz, mana bu Zismobiz. Nimaga aytmadingiz navoda? Shu SMM forum sayt SMS. Bu nima target nima qilish yoqish haqida nima bo'ladi? Reklama. Umuman SMM mana shu ijtimoiy tarmoqlar haqida qanday продвижение qilish. Mana shu suhbatimizni bo'lishiga bitta sabablardan bittasi ham sizda portfolio yoki natija borligida, rezultat borligi. Natija borligi. Shu sababdan suhbat qilib o'tiramiz. Endi hozirgi shu mavzuning boshlanishi bu samaraziya o'zi nima? Shaxsiy o'sish o'zi nima? Sizni hayotingizda umuman qanaqa o'tdi? Nimadan boshlandi? Meni hayotimda bu примерно adashmasam 8-sinfdan qiziqishni boshladim. Shaxsiy rivojlanishga, kitoblar o'qishga, treninglar o'tishga. U paytlarda treninglar endi chiqayotgan payt edi. Asosiy rus tilida chiqardi. Endi birinchi treninglar chiqardi, shularga men qatnardim. Endi shaxsiy rivojlanishga meni fikrim bo'yicha balkim qanaqadir odamga sabab kerak. Meni fikrim bo'yicha agar odamni
hayotida hammasi yaxshi bo'lsa, cho'tki bo'lsa, 100%ga balki motivatsiya kamroq bo'lishi mumkin shaxsiy rivojlanishga. No, bu ham 100% kafolat emas. То есть kimda hayotda hammasi yaxshi bo'lsa ham, ular ham shaxsiy rivojlanadi, ular ham qiziqishi mumkin. Lekin o'zimni atrofimdagi odamlarni ko'rib, do'stlarimni ko'plari mani fikrim bo'yicha mashina kiygan, qanaqadir muammo bo'lgan, nimadir ularga yoqmagan, hayotidami, o'zidami, shu uchun ular shunaqa qarorga kelgan, что men rivojlanishni xohlayman, nimadirni o'zgartirishni xohlayman. Shuni qilib boshlagan, o'zida boshlagan o'zgartirishni. Sabab bo'lishi kerak-da. Qanaqadir sababda. No, shart emas. Просто sabab bu bitta motivatsiyasi. Men o'ylaymanki, har kimda har xil motivatsiya bo'lishi mumkin. Опять meni fikrim bo'yicha universalniy sabab yo'q hammalar uchun. Men o'ylaymanki, что agar odamda shaxsiy rivojlansa, ko'p odamlardan so'rasa, balkim ko'plarda har xil javob bo'ladi. Ko'plar neki aytsa kerak, что nimadir yoqmagan, qanaqadir muammo bo'lgan, qiyinchilik bo'lgan, shuni deb men o'ylaymanki, ko'plari shuni javob bersa kerak. No, baribir ham sabablar har xil. Sabab birinchi qadam kitob o'qishdan boshlanadimi? Qanaqadir kitob o'qishga qiziqish boshlanadi yoki qanaqadir treningga borish samaraligining birinchi qadamimi? Eng osoni, eng arzoni, eng tezi bu kitob. Haqiqat. Kitobdan o'rganish. Trening ko'proq motivatsiya berishi mumkin, ko'proq rivojlanib berishi mumkin, chunki odam shu atmosferaga kiradi agar treningga yozilsa. Lekin hozir, tем более hozirgi paytlarda hammalarda internet o'sha yaxshi, o'zbek tilidan ham, любой tilda почти aytaylikki YouTube'dami, boshqa platformadami kontent ko'p. Hozir video kontent orqali ham odam spokойно rivojlansa bo'ladi. Avvalda bu kitob edi, ustoz, trening. Hozir уже bemalol даже kimda moliyaviy qanaqadir muammosi bo'lsa, pul yo'q bo'lsa, kitobga hammi, treningga hammi, ustoz yo'q bo'lsami, spokойно YouTube'ga kirib, ko'p mavzu haqida videolar topish mumkin. Misol, shaxsiy rivojlanish to'g'risida bir mavzu topib, shuni ko'rib, izochat qilib ketish bo'lishi mumkin. Hozir muammo emas, umuman. Birontani odam o'rganaman desa, rivojlanaman desa, почти любой soha bo'yicha, mavzu bo'yicha hozir topsa bo'ladi. Тем более hozir sun'iy intellektga chiqqan, agar misol uchun o'zbek tilida qanaqadir ma'lumot bo'lmasa ham, уже avto ozvuchka bu o'zbek tiliga, ingliz tilidami, rus tilidami, boshqa tildami avtomatik o'zbek tiliga YouTube'ning videolarini ham tarjima qila oladi. Da, перевод hozircha ideal emas, но spokойно tushunsa bo'ladi. Muammo informatsiyada, bilimda hozir 100% yo'q. Tushunarli. Nima? Shaxsiy o'sishga, rivojlanishga qadam qo'yib, hayotda o'zgarish paydo bo'ldi. Misol agar maktab o'quvchimi yoki mana studentmi bo'lsa, o'qishi anodir yaxshilanishi boshladi, misolga. Yoki nimadir o'zi biror shaxsiy biznes proyekti bo'lsa, u rivojlanishni boshladi, misolga. Hayotida o'zgarish bo'lishi boshladi, plyusga. Qanaqadir minuslarimi yokida negativniy bo'lgan holat ham bo'ladimi bu yo'nalishda? Bo'ladi. Ayniqsa oxirgi paytlarda ko'p har xil treninglar chiqqan, qanaqadir nastavniklar chiqqan. Umuman antinauchniy ma'lumot berib, odamlarga даже zarar olib kelishi mumkin. То есть, misol uchun odam psixologiya bo'yicha rivojlanadimi, miya bo'yicha rivojlanadimi, yana nima, hozir ko'p blogerlar chiqqan yoki qanaqadir ustozlar chiqqan, kim qanaqadir ma'lumot beradi, informatsiya beradi, nimadirni o'rgatadi, lekin bular подтвержденный narsa emas. Ayniqsa bu noto'g'ri narsa, aytaylikki, psixologiya sohada, meditsina sohada odam o'zini, например, здоровьесini rivojlantiraman desa, zdoroviya bo'yicha ko'p blogerlarga tushib qolishi mumkin. Keyin
yomon informatsiya berishi mumkin, zarar beradigan informatsiya. Antinaучный shu. Antinaучный. Qanaqadir psixologlar chiqadi, men bir holani ko'raman, qayerda ular bu ma'lumotni olishyapti, nimaga ular unda o'ylayapti, bu даже odamlarga men borku o'zim psixologiya bilan ko'p qiziqaman, o'zim ham shunaqa psixologlarga men tushgan edim. Menga naborot, men zarar bo'lgan. Naborot, men muammomni hal qilaman deb qatnavergan, men даже eng qimmat Moskvadagi eng qimmat psixologlarga ham men qatnagan. Bitta narsani bildimki, что narx qanaqa ekspertmi, qanaqadir не только psixologiya bo'yicha. Men avvalda shunga qarardim. Narxi qimmat bo'lsa, все, mana shunga yozilish kerak. Mana shu bilan men rivojlanishim tezroq bo'ladi, zo'roq bo'ladi и так далее. Bu psixologiya yo'nalishida. Не только psixologiya. Umuman. Umuman. И bildimki, что net yarim holatlarda unaqa emas. U ba'zi odamlar просто narxini qimmat qiladi. Shuni deb qimmat auditoriyani qiziqtirib, nima deb. И наоборот zarar manga tekkan. Shuning uchun любой sohani odam izujat qilsa, men zarar bo'lmasligi uchun nimaga qarash kerak? Birinchidan nauchniy tarafga qarash kerak. Aytaylikki, bu agar psixologiyami, meditsinami rivojlanish bo'yicha, misol uchun psixologiyada когнитивно-поведенческая терапия и uni ответвлениялari, mana shu naучно обоснованный metodikalari. Ko'p boshqa sohalar, hozir balki mana qaysidir psixologlar yomon ko'rib qolishi mumkin. Naучный подтверждение yo'q, ko'plarida yo'q. Eng ko'p исследованиялар, eng ko'p подтверждениялар когнитивно-поведенческая терапия. Shuning uchun kim psixologiyani izучат qilaman desa, aynan mana shu sohada psixologiyani qilish kerak. Meditsina bo'lsa, meditsinadan ham ko'p odamlar men qanaqadir kasallarda tuzalaman deb, qanaqadir nimalarda qilaman deb, непонятный odamlarga, непонятный blogerlarni kuzatib boradi, ularni qimmat uslugalarni sotib oladi, a foyda bo'lmaydi. Может быть, даже zarar bo'ladi. Shuning uchun men tavsiya qilishim, shaxsiy rivojlanishni agar kimda qanaqadir odam orqali ustoz odam o'ziga topmoqchi bo'lsa, ko'rish kerak. Birinchidan bu odam necha yildan beri shug'ullanyapti. Necha yildan beri bu. Hozir bu shunaqalar bu 1 yil oldin chiqqan, ular hech kim oldin eshitmagan, rezka men undoq, men bundoq, men shuni qilishni bilaman deb katta va'dalar bo'ladi. Kim tish chiqqan bo'lsa, как правило, ular ham shu tish yo'qolib qoladi. Istoriyani ko'rish kerak. Necha yildan beri shu odam qandoq qonuniy bo'yicha, nauka bo'yicha o'rgatadimi, ishlaydimi, yordam beradimi? Mana shu narsalarga qarash kerak. Odzivlar bu hozir umuman garantiya emas. Chunki hozir populyarniy blogerlarda, populyarniy qanaqadir psixologlarda nimalarda odzivlari ko'p. Odzivlar ular realniy bo'lishi mumkin. Lekin bitta bunaqa narsa. Mashhur mutaxassislarda aytaylik, 10 mingta klienti bor. По-любому yaxshi odzivlar chiqadi. Mumkin даже bu mutaxassisning deb ham emas. Mumkin qanaqadir ko'p 10 mingtada по-любому qanchadir 100% chiqadi odzivlar. Odamlar deydi, "O, mana shunga yordam bo'ldi-ku, mana shu ham mumkin bu odamlarga bu bez mana shu odam yoki bez mana shu kurssiz yoki qanaqadir kitobsiz mumkin тоже natija olardidir." Поэтому mana shu narsaga ehtiyot bo'lib qarash kerak, чтобы zarar bo'lmasligi uchun. Yana bitta narsani qo'shamanki, hozir shaxsiy rivojlanish oddiy til bilan aytsak, от души bo'lishi kerak, chunki ba'zi odamlar hozir shaxsiy rivojlanishga shuni qaraydi-ki, что как хайп, саморазвитие, trend. Men hozir samоразвитие bilan shug'ullansam, men qanaqadir men значит trend bilan yuraman, men такой модный, men там крутой и так далее. Mana shudan ham sho'ri bo'lish kerak, chunki ради галочки bo'lmash kerak. Ради галочки shaxsiy rivojlanish bo'lsa, to bu foyda bo'ladimi, bo'lmaydimi, уже savol. Qanaqadir shaxsiy rivojlanish meni опять fikrim bo'yicha qanaqadir konkretniy maqsad bilan bo'lish kerak. Nima uchun? Например, men o'zimda mana shu narsani o'zgartirmoqchi,
mana shu narsani davolamoqchi, чтобы mana shu narsani hayotimda o'zgartirish. Ya'ni a не просто так, чтобы bu modda yoki trendovo. Keyin natijaga keladi. Misolga kommunikatsiyada ko'proq qiynalamiz yoki o'zimizni fikrimizni to'liqroq bayon qilib tushuntirib berishga yo yozib berishga biz mana shu faoliyatimiz davomida ko'rdik. O'quvchilarimiz misol qo'shimcha kitoblarni o'qiydilar. Misolga ilmlari bor. Qachonki misol shuni bayon qilib bering deymiz. Misolga chunki butun jahon shu sertifikat diplomlarini olish paytida shu intervyu format bo'ladi yo yozma so'rashadi. Misol 350 ta so'zda misolga nima uchun siz yoki nima mavzuda siz yordam qila olasiz misol degan mavzuni so'rashadi. Shunga qiynalishadi. Misol samarazitsiya deganda bitta bizada aktualniy masalalardan bittasi shu deb o'yladim men hozir. Kommunikatsiya qilib olish, o'zini talantini ko'rsatib berib olish. Mana shu narsa bo'yicha bo'lsa agarda misol qanaqa qilib do'stlar bilan muomala qilib olish degan mavzuda ham bir samarazitsiyaning bir qismida, endi men tushunishimcha. Shunaqa nima? Azam aka yana bir moment, haqiqatda o'quvchilar bilan misol nimagadir endi mavzuyimiz shunga yaqinroq kelyapti. Mana 15 yosh, 16, 17, 18, 19, 20 yoshlik misol 1-2 kursgacha bo'lgan insonlar misolga mana nohiyamiz bo'yicha, mana respublikamiz bo'yicha misolga endi talantlari bor qanaqadir. Samarazitsiya bo'yicha kitoblar o'qidilar qandaydir. Lekin rezultat masalasida yoki mana monetizatsiya deylik, misolga talantlarni pulga aylantirish masalasida. Siz tushunishimcha o'zi sizda talant qobiliyatingiz IT-daligini his qilib ko'rdingiz. Shu bilan avval misol o'yin o'ynagandagi bir xulosa, bir moment, keyinsiga nima shu yo'nalishda pul ham ishlaganda siz tushunishimcha zakaz bo'lgan-ku bu shuncha proyekt, to'g'rimi? Maktab yoshida. Endi hozir mana shu fikrim talantlari bor. Endi talantsiz odam o'zi yo'q misol, qanday qobiliyatlari bor. Mana aytishnik ham 10-sinf. Nikol pul ishlamayapti deylik. Shu qanday qilib pul ishlashi kerak? O'zimni misolimni keltiraman. Shu как раз 10-sinf, 10 yoki 11-sinfda biz qilgan edik. Bitta bola bilan tanishib, просто o'zimiz nima IT proyekt yaratdik. O'zimiz uni rivojlantirdik. O'zimiz reklama qilib, o'zimiz hammasi e-commerce chista qilib. Всё. Ana shuni qilib shu programma chiqargandik, shuni sotardik. Oddiy, prostoy yo'l usuli. Shuning uchun birinchi usuliki shunday, agar kimda qanaqa talant bo'lsa, agar mana shu programmist sohada aytsak, misol uchun, odam o'zini bir kichkinagina proyektini yaratib, shuni sekingina продвигать qilib, rivojlantirib, reklama qilib, sotib, ana shuni pul ishlasa bo'ladi. Shart emas o'zi. Shuni qilib тоже partnyor topib. Yoki kimdir boshqa soha. Aytaylikki, kimdir musiqa yoki matematikaga qiziqadi misolga. O'zi 10-11-sinf matematikani zo'r qiziqadi, tushunadi. Shu sohada tayyorda misolga. Talanti shunda uni misolga. Matematikada bo'lsa bitta birinchisi bu aytaylikki, mana shunaqalarni ko'rgan, to есть odam maktabda o'qib ham repetitorlik qiladi. Yoshroq nimalarga? Dars berib. Da, eng oddiy yo'li repetitorство soha. Yoki aytaylikki, har xil freelance birjalar bor. Shu freelance birjalarga kirib, ko'rib, qanaqa unda razdellari bor, kategoriyalari bor, ko'rib, qanaqa zakazlar bor, odamlarga qanaqa yordam kerak, ko'rish. Mana shu matematika sohada kimga qanaqa yordam kerak. U freelance bo'l qanaqadir plashatka sayt. Plashatka saytlar. Bugun ham bor bu narsa. Bugun ham hozir ham aktualniy bo'lgan narsalar. Aktualniy. Odam kirib ko'radi, kimga qanaqa yordam kerak, kimga qanaqadir xizmat kerak. Har kim o'zini sohasiga qarab, mana shu plashatkalarga kelib, boshqa odamlarga yordam berib, mana shuni qilib pul ishlash. Yana oddiy yo'li bu e'lon, doska объявлений saytlarda ko'rib, например, kim matematika bo'lsa, прям qidiruvga yozib matematika deb ko'rish qanaqa объявлениялар mana shu so'z bilan.
Вот, analiz qilib yoki yana oddiy yo'li bu sun'iy intellektga savol berib, например, manga shuncha yosh, menda shuncha bo'sh vaqtim bor, man shuni zo'r tushunaman, mana shu menga yoqmaydi, mana shu narsa menga yoqadi. Polni o'zi haqida odam aytib bersin, sun'iy intellektga yozish kerak. Ha, misol uchun ChatGPTgami, DeepSeekgami, so'rab, man kelib, polni mani nimalarimni bilib, bilimlarimni, afzalliklarimni, kamchiliklarimni, qiziqishlarimni mana shunga qarab, qaysi shaharda yashashimga qarab, menga конкретно под меня personalizированно tavsiya bergin, nima bilan men shug'ullanishim mumkin, именно mana shu regionda yoki mana shu davlatda mani yoshimga qarab и так далее. Eng zo'r oddiy yo'li. Daromadni oshirishni ham aytadimi? Misol, agar shunaqa zaпрос bo'lsa, qanday qilib men pul ishlashim mumkin? Misol, men $100 ishlayapman oyiga, qanday qilib shuni 500 qilay desa ham javob beradi. Da. Zo'r. Mana shu shaxsiy o'sishda shaxsiy o'sishni boshlagandan keyin inson hayotida o'zgarishlar, misol pulda ham bo'ladi-ku, to'g'rimi? Daromadi oshishni boshlaydi. Shu nima? Daromadi oshgandan keyin insonda qanday fikrlashlari o'zgarishi boshlaydimi mumkin? Qanday qilish kerakki, bunga ko'proq yordam qilsin shu narsa. Misol, mana musiqa bo'yicha talentim bor. Men 10-sinf, keyin siz aytgandek ChatGPTning instruksiyasini oldim, misolga. Men oyiga misol 300 so'm yoki 500 so'm topib yurardim. Misol $30, $50 haqida ketyapti, misolga. Raz misol 10 baravarga oshib ketdi, misolga $300 ga yoki $500 ga oyiga topadigan bo'ldim. Misolga gitara cholib turib, shu men talentim edi. Endi shu pul topishni boshladim. Shu aytaylikki, finansiy gрамотность или moliyaviy savodxonlik mana shu o'smirlarning yoshida qanchalik muhim yoki qanaqa yo'l tutish kerakki, shu foyda bersin. Talantning orqasidan pul ishlaydi, zo'r. Keyingi qadam qanaqa bo'ladi? Okey, talant bor. Odam rivojlantirdi, misol uchun, talant bo'lmasa ham rivojlantirdi. Talantni ham har kim har xil tushunadi bu so'zni. Kimdir o'ylaydiki, talant bu уже все qanaqadir sohada geniy bo'lish kerak deb. Kimdir на самом деле qanaqadir pul ishlash uchun super talant kerak emas. Odam просто o'zini qanaqadir sohasida yaxshi tushunsa, ishini yaxshi qilsa, уже daromadga chiqishi mumkin. Gap odam nimadirni даже o'rtacha bilsa, lekin xizmatini chestno, от души qilib qilsa, уже natijaga chiqadi, pulga chiqadi. Aytaylikki, odam nimadirni yaxshi tushunadi. Bunda keyin bu moliyaviy savodxonlikni haqiqat oshirish kerak. Kerak shu ilm. Kerak, chunki mani fikrim bo'yicha bizni odamlarimizda, xalqimizda moliyaviy savodxonlik juda past. Слишком past. Ko'plar odamlar yoki qarzda yuradi, yoki puli o'zida oshmaydi. Yana bitta muammo bor. Ko'plar moshennichtvolarga tushadi, aldovga tushadi. Mana shu hammasi sababiki bilim kam. Pul ishlash bilan bilishmaydi. Chunki ota-onalar moliyaviy savodxonlikni rivojlantirish haqida o'rgatmagan, chunki o'zlari ham bilmagan. Ularga ham hech kim o'rgatmagan. Ko'plariga. Tajriba bilan kelishgan ular shunga? Ha, tajriba bilan kelgan bo'lsa, agar ham qanaqadir natijalarga. Shu uchun mana shu narsa yo'q edi odamlarda. Agar odam qanaqadir ishni boshlayman desa, monetizatsiyaga chiqaman desa, ikkinchi etap bu mana shu moliyaviy savodxonligini oshirish. Buni ham tushunishimcha shu YouTube'da yoki ochiq nimalarda YouTube borda. Kitoblar yoki также kurs treninglar, kimga qanaqa format yoqsa, shuni saylab odam rivojlantirishi mumkin. Har kim shu ishni qila oladimi? Nimani aynan? Qanaqadir mana talantini analiz qilib topib, shaxsiy rivojlanishga qadam qo'yib, talantini yoki shu o'zini kuchli tarafini topib,
shunda qanaqadir xizmat uslugalarni chiqarib pul ishlab shu monetizatsiya qilib oladimi har kim? Bilmayman har kim emasligini. Mani fikrim bo'yicha agar odam shu narsalarga qiziqsa, to o'rganib qilib oladi. Misol uchun aytadi, menda talentim bor, tak, men endi moliyaviy savodxonligimni oshirishim kerak. Qiziqsa, oshiradi. Chunki aytganimdek, informatsiyani hozir nima topish pulgami, bepulgami muammo emas. Qiziqsa topadi. Keyin qanday mana shu o'zini xizmatini reklama qilish, qanday klientlar topish, qanday mana shuni umuman monetizatsiya qilish. Odamda shunga ham qiziqish. Buni ham o'rganib oladi tez. Qayerda reklama berish, qanday reklama qilish, qanday mijozlar bilan gaplashish, qanday shuni. Agar odamda qiziqishi bo'lmasa, bitta odam o'ziga hamkor topishi mumkin. Hamkor topib, misol uchun kimdir nimada mutaxassis o'ziga hamkor topadi. Hamkor kim yaxshi tushunadi marketingda, sotuvda, odamlar bilan gaplashishga, sotishga. Yana shuni qilib ular совместно ishlashi mumkin. Har kim o'zini ishini qiladi. Mutaxassis chisto o'zini ishini qiladi. И uni hamkori o'zini ishini qiladi. Lekin agar kim общий o'zim hammasini qilaman desa, qiziqsa, harakat qilsa, hammasini o'zi ham qilishi mumkin. Mani fikrim bo'yicha bu hozir odam o'zini reklama qilish, o'zini monetizatsiyaga chiqarishga aqlam 200, 300, 500 dollar agar gap ketayotgan bo'lsa, bu qanaqadir prям qattiq muammo emas. Hozir mana shu 500 dollargacha bez qanaqadir professionalniy marketolog, bez nimalar odam mutaxassis o'zi ham chiqishi mumkin. Oddiy ijtimoiy tarmoqlarda o'zini profillarini ochib, kontent qilib, qanaqadir saytlarga yoki birjalarga e'lon berib, mana shuni qilib sekin-sekin odam o'zi ham chiqishi mumkin qanaqadir natijalarga. Zo'r. Mana shu yo'nalishidan 4 ta 5 ta biror namuna aytib olamizmi? Masalan, mana shu talant yo'nalishida. Hozir bizani kuzatib o'tirgan odam, masalan, biz offline ko'p festival, forumlar tashkil qilamiz. Misolga 16, 17, 18 yoshlarni chaqiramiz. Hali umuman tushuncha yo'q deylik. Shaxsiy rivojlanish haqida yoki o'zini talantini topish haqida. Misolga hozir ketma-ketlikda mana shu Между строк, mana shu nimani intervyu podkastni ko'rsalar agarda, shuni kelyaptilarki, ha, men YouTube'ni ochishim kerak. Misolga shaxsiy rivojlanish degan mavzuni ko'rishim kerak. Keyin shaxsiy rivojlanish degan unda qiziqish uyg'onishga boshladi. Keyin o'zlarining kuchli taraflarini topish boshlandi. Shu o'zlarining kuchli taraflari menda misol musiqa yoki matematika yoki til bo'yicha o'rganish yoki tabiatga yoki odam doktori yoki mol doktori может быть, da, misolga. Yoki marketolog yoki ishlab chiqarish deb bir yo'nalishlarni borligini tushundilar. Pul ishlashni boshladilar, допустим. Ana endi moliyaviy savodxonlik bo'ldilar, bular natijaga chiqishni boshladi. Hozir nima заявление deydimi, nima zo'r nima aytdingiz, misolga 300 dollar yoki misol 500 dollargacha pul ishlash uchun misolga bir yo'nalish bo'yicha uncha ko'p usiliya harakat qilish endi uncha qiyin emas, muammo emas dedingiz-ku misolga-da. Endi qaysi yo'nalishlarni sizni fikringizgacha 5 yillarda yoki 10 yil, 10 yil emas misolga, mana 2 yil, 3 yil, 5 yil orasida qaysi yo'nalishki misolga sizni fikringizcha aktualniroq bo'ladi? Shunga qarab vaqt sarflab bir boshlab ko'rsa bo'ladi. Bu zo'r savol. Men hozircha bugunga kelib shunaqa narsaga keldimki, что прогноз qilish bu на самом деле 50-50. Agar men даже bir analiz qilib ko'rdim, bu qancha prognozlar haqiqat сбываться qiladi, bo'ladi, qancha yo'q. И haqiqat примерно 50-50 bo'ladi. Shuning uchun men o'zim uchun shunaqa qarorga keldim, что bilmayman nima bo'ladi ittayinni. Даже prognozam ham qilmayotgan bo'ldim. Mani fikrim bor, что mani fikrim bo'yicha bu lekin prognoz emas.
просто bugungi manda hozir shunaqa fikr, что nima sun'iy intellektga bog'liq bo'lsa, shu rivojlanadi. Lekin misol uchun aytamanki, что avvalda odamlar nima deb o'ylardi, ko'plari o'ylardiki, что ручной труд zamena bo'ladi deb. Umственный odamlar umственный trudga, aql mehnatga qoladi odamlar. Mana bu ручной trudga robotlar zamena qiladi deb. Shuni qilib zamonaviy ketuvdi. Ручной trudni nima qilib? Birdaniga oxirgi yillarda sun'iy intellektlar shuncha rivojlanib, kim aql mehnat bilan ishlayotgan odamlarni уже ba'zi sohalar уже yo'q bo'libdi. Misol uchun aytaylikki, oddiy copywriter, tekst yozayotganlar. Hozir sun'iy intellektda borgan sari zo'roq qilib ketyapti. Yoki aytaylikki, mana men avvalda bunday qilardim. Rus tilida yozardim, chunki men o'zbek tilida o'qimagan, o'zbek tilida qiynalaman yozishga. Переводчикni nima qilardim? Ular перевод qilardi. Tekstni yozardingiz, ular перевод qilardi. Chunki mana Google переводчиклар, Yandex переводчиклар ular baribir so'z перевод qiladi. Sun'iy intellekt mana hozir rivojlanyapti, уже o'zbek tiliga вообще zo'r nima qiladi. Ba'zi odamlar aytishi mumkin, baribir ham 100% emas, tam aytaylikki, tam 95% qiladi, tam 97% qiladi, misol uchun qanaqadir xatolar bo'lishi mumkin deb. No, bu xatolar odamlardan ham bo'lishi mumkin. Ko'proq mumkin даже, da, odamlar ham постоянно 100% ga to'g'ri qilmaydi, человеческий faktor bu, odamlar ham adashadi. Kim aytsa sun'iy intellekt adashadi deb, odamlar adashmaydimi? Odamlar ham adashadi. No, men shu kimda zakaz qilmoqchi bo'lganlarimga mana shu переводlarni ko'rsatganimda, ular aytardiki, da, yaxshi перевод deb. Shu uchun hozir уже ba'zi professiyalar sekin-sekin hozirdan boshlab уже kamayapti. Lekin aqliy mehnat bo'lsa ham. Aqliy mehnat. No, даже tam 3 yil oldin mani fikrim, ko'plarning fikri edi, что наоборот, robotlar, qanaqadir tam sun'iy intellektlar aql mehnatni emas, jismoniy mehnatni zamena qiladi deb. Buni qara 3 yilga резко qanday o'zgarib ketdi hozir. Hozir jismoniy mehnat ba'zi davlatlarda уже nimasi оплата труда oyliklari даже nima oshyapti. Kim aql mehnatga qaraganda. Chunki kim aql mehnat ba'zi sohalarda наоборот уже yoki o'smayapti yoki pastga qarab ketyapti. Kim biladi, yana 1 yil, 2 yil, 3 yildan keyin yana nima chiqadi, nima bo'ladi? Вообще bo'lmaydi. Слишком zamon tez o'zgaryapti. Pandemiya bo'yicha ham ko'p narsalar rosa o'zgarib ketdi. Mana shu koronavirus bo'lgani bilan odamlar qanaqadir bitta привычкалар bilan yashagan, bitta narsalar populyarni bo'lgan, shunda pandemiya bo'lib ko'p sohalar o'zgarib ketdi. Hozirgi yillar umuman dunyoda ko'p yangiliklar kelyapti. Men o'zimga hozircha shunaqa strategiyani sayladim, что prognoz emas, men o'zim uchun qilaman. Chunki prognozni haqiqat bilmaymiz-da, ertaga nima bo'ladi, nima yo'q. Adaptatsiya. То есть qanaqa situatsiya bugun, men shunga maksimal adaptatsiya qilishim kerak. Moslashish kerak. Lekin baribirda sun'iy intellekt yoki mana shu IT texnologiyaning atrofidagi sohalar, yo'nalishlar aktual bo'lib boraveradi fikringizda. O'zingizning subyektiv fikringiz. Subyektiv fikri bo'yicha, что baribir mana shu sohalar rivojlanadi, kim mana shu sohalar atrofida ishlasa, rivojlanishi mumkin. Lekin bittadan ham o'zini nyuansi bor. Qanaqa? Что balkim kelajakda sun'iy intellektga odam ham kerak emas bo'ladi. Hozir misol uchun sun'iy intellektni ishlatish uchun odam kerak, komanda beradi, zapros beradi, sun'iy intellektni qayerdir o'latadi, mana shuna har xil narsa. Kim biladi, bir ancha yildan keyin mumkin sun'iy intellektga odam ham kerak emas bo'ladi. Что sun'iy intellektga просто nima qanaqadir bir matlab komanda bersa, уже все, shunga qarab o'zi ketaveradi. Mumkin даже обслуживать qilish kerak bo'lmashi mumkin hozirgida. Endi buni bilmaymiz. Nima bo'ladi? Men просто aytmoqchiki, что meni fikrim, что sun'iy intellekt soha rivojlanadi,
но rivojlanadi deganiki bu demaganiki что mana shu soha odam kim mana shu sohada ishlasa foyda oladi deb. Mumkin odamlar ham kerak emas bo'ladi mashina обслуживанияsiga. Поэтому buni ham bilmaymiz. Zo'r. Nima sun'iy intellekt haqida YouTubedan alohida bitta kontent ko'rasizlar. Hozir sun'iy intellekt уже nima deyishga, chunki ancha baqa kelib qoldik. Azam aka, rahmat. Haqiqatda ketma-ketlik qadamma-qadam instruksiya umumiy bir o'xshashi mumkin bo'lgan instruksiyani misolga ko'ramiz. Siz o'zingizga aytyapsiz. Agar misolga 10 ta yoki 100 ta abituriyent ko'rsa mana shu suhbatimizni, misol ketma-ketlikda tushunib keldi deb o'ylayman. Tushunib oladi deb nima harakat etganimizni deb o'ylayman. Shunaqa. Ana endi samorazvitiya bo'yicha umuman hozir kitob haqida yoki treninglar haqida yoki ular ko'rishi mumkin bo'lgan videolar, video nimalar допустим, umumiy to'g'ri kelishi mumkin bo'lgan. Mana shu bilan biza bu samorazvitiya mavzusida bir qisqa nima qilsa to'xtalsa bo'ladi. Umuman mana shu haqida ma'lumotlarni yo materiallarni samorazvitiyaga ham sizni maslahatingizki, qaysi kitoblar boshlanishiga yoki qanaqadir video darslar, ochiq darslar misolga yana ham aniqlashtirsak, agarda YouTube'ga kirib misol zapros berishda ham mana именно shu video aytildi degan narsa. Tushundim, aytib o'tdingiz. Misol bu narsa bitta instruksiya, bitta mana shu kitob yoki mana shu video hammalarga to'g'ri kelmaydi. Lekin nima umuman katta imkoniyat bilan shu odamlarni qiziqtirib oladi. Misolga kitoblar yoki videolar mana shu ochiq dostupda borlari yoki mumkinki даже qaysidir treninglar yopiq yoki platniydir misolga ko'rsa agarda yana ham rivojlanadi. Menga mana shu samorazvitiyaga endi qadam qo'ygan odamni o daromadgacha chiqib, daromadlarini bir necha bavarga oshirib, komanda tuzib, biznes aylantirib, mana shunga darajaga ketadigan yo'llarida retsept. Mana shu narsa qiziq. Hozirgi savol kitob yoki trening yoki video kurslar qatori aniq o'zi berib olasiz. Посоветовать qila olasiz. Da, men ilgari paytlarda haqiqat qanaqadir kitoblar yoki videolar tavsiya qilardim. Shu misol uchun tam 7 yil oldin, tam 10 yil oldin. No, baribir bu narsadan men ketdim. Tavsiya qila olmayman bitta narsani hammaga. Chunki bitta narsani tavsiya qildim. Qanaqadir odam shu videoni ko'rib, menga qarab тоже motivatsiya oldi, rivojlanishga ketdi. Qanaqadir odam shuni ko'rib, naborot даже там ну что-то menga yoqmadi deyish mumkin. Bir umumiy bir yo'nalish, bir nima yo'q значит. Meni fikrim bo'yicha yo'q. Tagda o'zingizga yordam qilganlar haqida aytib Men bunda aytamanki, что odam qaysi nima soha unga qiziq bo'lsa, nima o'ziga qiziq bo'lsa, shu haqida konkretno videolar YouTube'da topsin yoki treninglar yoki kitoblar. Misol uchun kimdir qiziqadiki, aytadiki, men o'zimni ismim pamiyatimni rivojlantirmoqchi deb. Xotirani. Xotirani. Konkretno kitoblarni ko'rib yoki konkretno YouTube'ga kirib, pamyat yozib, xotira deb yozib, prям ko'rishni boshlash. Kitoblar, videolar, treninglar yoki odam kimdir aytaylikki rivojlantirmoqchi nimasini misol uchun umumiy miyasini rivojlantirmoqchi, intellekt umumiy misol uchun aqliy salohiyatini rivojlantirmoqchi misolga. Men aqlliroq bo'lmoqchi-da, допустим. Также shunday qilib kitoblarni qidiruvga mana shu haqida kitoblar deb, mana shu haqida yoki videolarni qidirib yoki mana shu haqida kurslar deb qidirib shularni o'tish, men fikrim bo'yicha mana shu yaxshiroq bo'lishi mumkin. Chunki odam именно hozir unga qiziq narsani o'qiydi yoki ko'radi. Unga hozir aktual narsani ko'radi. Yoki kimdir, например, o'ylaydiki, qanday men pul ko'proq ishlasam bo'lar ekan deb. Kimdir даже birov ish qiladi yoki biznes qiladi. Общий совет berolmayman. Qanaqa hozir, например, muammo bu shu odamda. Например, odam aytadiki, qanday qilib pulimni ko'paytirsamki, menda hozir sotuvlar kam, mijozlar kam. Bitta, значит, xo'p, balkim tam marketing haqida kitoblar как раз qidirib ko'rish yoki
pozisionирование haqida yoki qanday produktni yaxshilash haqida. То есть qanaqa yoki kimdir deydiki, menda mijozlarim ko'p, nimalar ko'p, lekin men почти 24 soat ishlayman deb, dam olmayman deb. Bo'lsam, unga tavsiya tam sistematizatsiya haqida kitoblar. Kimdir aytadiki, men tam ingliz tilini изучать qila olmayman deb, misol uchun. Тоже kitoblarni olish yoki videolarni ko'rish boshqa metodikalarni. Hozir tillarni o'rganish ham har xil metodikalar bor. Kimdir o'ylaydiki, bitta metodika qanday bizga maktabda o'rgatishgan bo'lsa tillarni, shunaqa скорее всего deb. Kimdir aytadiki, даже boshlagam yo'q, bu menga qiziq emas, menga не интересно deb. Lekin har xil metodikalarni ko'rib odam ko'rishi mumkin, o qiziq metodikalar bor ekan, интересный metodikalar bor ekan. Men o'zim ham ba'zi nimalarga videolarga tushib qolardim. Прям zo'r metodikalar bor, что даже xayolga ham kelmagan. Ehtimol shunaqa yo'li ham bor ekan deb. Rezultatga, natijaga olib borib oladi-da shu metodikalar. Ha, har xil hammalarni ham emas. Ha. Aytaylikki, bir misol uchun 100 ta har xil metodika bor. Universalniy metodika hamma uchun emas. Bitta metodika bitta odam kategoriya odamga to'g'ri keladi. Ikkinchi metodika ikkinchi kategoriyaga keladi. Bitta metodika, скорее всего, unaqa yo'q, что hammaga to'g'ri keladi. Shu uchun men na rivojlanish haqida, na biznes haqida, nima haqida qanaqadir konkretniy nima bera olmayman. Mashina o'qinglar, mashina ko'ringlar. O'zingizga yordam qilgan bitta kitob haqida. Mashina qiling. Qaysi sohada misol uchun? Samara razvitiyada. Misolga, shaxsiy o'sishingizda qanaqadir. Samara razvitiyaga menga mana shu kognitивно-поведенческий terapiya bo'ladiganimda, bu psixologiya. Psixologiya. Lekin mana shu psixologiya bu umuman mana shu odamni har nima колесо жизненного balansa. Odamning har xil sohasi bor. Oila soha, finans soha, salomatlik и так далее. Finansi misolga. Da. Men bitta shu sohani oldim, nauchniy psixologiyani. Mana shu nauchniy psixologiya orqali harakat qilaman, mana shu har xil sohalarimni rivojlantirishga. Agar men biror tavsiya bironsa berish desam, men tavsiya beraman. Mana shu nauchniy psixologiya orqali odam o'zini muammolarini hal qilish. Nauchniy psixologiya orqali. Da, aytganimdek, shor bo'lish kerakki, samaraзвитие bo'yicha, чтобы berilayotgan ma'lumot bu haqiqat, qonuniy, nauchniy bo'lish kerak-da. Что unda bo'lmash kerak, что qanaqadir kimdir aytishi mumkinki, mana men shunaqa metodika orqali mana shunday rivojlandim. Kimdir aytadiki, men mana shu metodika orqali aytaylikki shunaqa kasalda tuzaldim. Men mana shu metodika orqali shunday qildim deb. No, boya aytganimdek, bitta metodika hamma odamga to'g'ri kelmashi mumkin. Поэтому mana shunga shor bo'lib, faqat проверенный informatsiya orqali rivojlanish. Zo'r. Hozir o'quvchilarimiz misol nemis tili o'qiydilar bizada, offlaynda, hozir onlaynda ham o'qiydilar. Mana ingliz tili o'qiydilar. 1,5-2 yilgacha o'qib keldilar, natija oldilar. Misolga sertifikatlar bor, nima IELTS sertifikat deydilar. Shu Britaniya konsulsiyasi o'zlari beradilar, ekzaminni o'tkazib turib, misolga shu 4 yo'nalish bo'yicha ekzamin qilib sertifikat beradilar. Endi shunday xulosa borki, men misol ingliz tilida IELTS 6,5 yo 9 ball bo'ladi maksimum. 6,5 yo 7 ball olsam, shu sertifikat olsam, mana natija zo'r bo'ladi degan xulosa qiladi. Haqiqatda ingliz tili bir yo'nalish bo'yicha zo'r bo'ladi. Mana hozir juda ko'p o'quvchilarimiz ingliz tili bo'yicha yaxshi natijalar qilishdilar yoki rus tili bo'yicha bu как иностранный язык, misolga xorijiy til hisoblanadi. Buni o'rgandilar. Bu haqiqatda mehnat, vaqt talab qiladi. Qiziqish kerak bunga, natija qilish kerak. Mana misolga hozir xuddiki xitoy tilini o'rganishingiz yoki nemis tilini o'rganishingizdagi misolga o'rgandilar-yu, endi bu ham bir til o'rganish mahoratimi yoki bu insonda shunaqangi naviklari bor. Shu misol tilda, nemis tilida yoki xitoy tilida gapirib oladilar. Endi mana shu o'quvchilarimizni keyingi qadamlari deylik. Misolga qanaqa qilish kerak? Natijaga yetib borish uchun. Natija bu misol shu dunyo ko'rishlariga yordam qiladigan yoki shu finansiy tomondan o'sib borsinlar misolga yoki qanaqadir kasb bo'yicha zo'r bo'lsinlar misolga.
tilni o'rgandilar keldilar, bugun kuzatyapmiz. Misolga boshida nima bordiki, fikr bordiki, vidение bordiki, mana shu tilni o'rganaman, zo'r bo'ladi hammasi. Tak, zo'r ham bo'ldi, til ham o'rgandilar. Keyingi qadamga o'tishda qanaqa bo'ladi? Maqsad qanaqa? Maqsad boshida til o'rganish edi. Xo'sh. Nima sababdan til o'rganish? Bu aktual tema. Misolga, hozir til bilsa yaxshi, ingliz tilini bilsa yaxshi misolga. Bo'ldi, tilni o'rgandik. Endi yana keyingi qadam deganda, misol o'quvchilarimizni ko'ramiz, sal hayron bo'lishadi, misolga. Endi kuda dalishi misolga. Bu misol tilni o'zini bilgani yetarli narsa emasligi, misolga keyin tushunadilar. Keyingi qadamga biz yana yo'naltirishga harakat qilamiz ularni. Misolga, mana 6 yo 7 sinfda 15 yosh deylik, 15 yosh bitta yigit keldi. Mana hozir vaqtim bor dedi. Mana agar men til o'rgansam yaxshi ekan dedi. Keyin keldilar, misol rus tilini o'rgandilar. Keyin ingliz tilini o'rgandilar. Bu odam endi 18 ga kirdi yo 19 ga kirdi. Maqsad shunchaki vaqt bekor qolmasin dedi, til o'rganishi, tilni o'rganishni o'zi edi maqsad. Endi tilni o'rgangandan keyingi qadam degan xulosada yoki keyingi qadam samararazvitiyadami yoki shu til bilgan insonga yana nima qilishi mumkinki, u foyda olsin shundan ham. Bu mana как раз mana shu nimaga maqsad so'raganim, universalniy bundan ham yo'q. Ikkinchi qadam qanaqi? Hammada ikkinchi qadami уже har xil bo'ladi. Misol uchun birinchi qadam agar mana shu misolda keltirsak, inostraniy tilni o'rgandi. Всё, ikkinchi qadam уже hammada har xil bo'ladi. O'zini sababiga qarab, maqsadiga qarab, kimdirda umuman samararazvitiya uchun desa, kimdir misol uchun inostraniy tilni nima qilishi mumkin, izuchat qilishi mumkin, umumiy rivojlanish uchun, miyani rivojlantirish uchun, misol uchun. Unda qanaqa ikkinchi qadam bo'lishi mumkin? Agar shunaqa maqsad bo'lsa, следующий tilni nima qilish? Yana davomiga. Yana boshqa yoki shu tilni yana nima professional bo'lish yoki qanaqadir boshqa tillarni. Kimdir ingliz tilini nima qilganki yoki boshqa tilni boshqa qanaqadir davlatga ketish misol uchun, maqsad, sayohat misolga. Yoki sayohat. Вот. Bunda уже boshqa nima bo'ladi? Unda ikkinchi qadami bu dokumental vопросlarni nima hal qilish. Uchinchi odamda, например, там чтобы daromadi ko'proq bo'lish. Chunki agar odam 2-3 tilni bilsa, unda imkoniyati qanaqadir ko'proq olayotgan joylarda ishlashga. Qayta там сразу и rus til, и yoki там o'zbek til, ingliz til, yoki o'zbek til, tojik til, o'zbek til, xitoy и так далее. Bularda уже ikkinchi qadam bularda ham boshqa bo'ladi. Вот. Shu uchun mana shunday. Любой qanaqa odamda maqsad bo'lmasa, hammalarning ikkinchi qadami har xil. Hammada har xil. Chunki men nimaga yana harakat qilaman, qanaqadir odamlar yaxshi ko'radi, konkretniy shag bersa. Mana shuniqiga keyin buni qilgan. Bu oson. No, bu hammaga to'g'ri kelmaydi-ku. Shu uchun hammaga to'g'ri kelmasa, men hozir konkretniy shag bersam, qadamlar bersam, kimdir aytadiki, menga bu qadam yoqmayapti. Balkim bu menga masdur deb вообще motivatsiyasi naborot даже ulib qolishi mumkin. Dальше rivojlanishga. Hammada individual значит. Individual. O'ziga nima yoqadi, nima motivatsiya beradi, o'zini holatlariga qarab, возможностьлariga, oilaviy imkoniyatlariga qarab, kim hozir bir qadam bo'ladi, odam aytadiki, "Yo, menda oilaviy unaqa imkoniyat yo'q" deb. Misol uchun. Aytish mumkin, значит, balkim bu soha вообще menga masdur deb. Noto'g'ri qarorga kelib qolishi mumkin odam. Shuning uchun men harakat qilaman, qanaqadir konkretniy nimalar savatlar bermash. Qayerda konkretniy savat nimalar berish mumkin? Qadam. Qanaqadir konkretniy sohada. Misol uchun odam aytaylikki, mashina remontni o'rganmoqchi. Ashta konkretniy instruksiyalar bo'ladi. Tak, mana bu narsa, bu narsa, avval buni tekshirasan, keyin buni deb konkretniy narsalar bo'ladi. To'g'rimi? Yoki matematikani olaylik, qanaqadir решение задач. Konkretni tak buni deb. Shaxsiy rivojlanish sohada bitta все-таки bu точный nauka emas-da. Вот. Bu shunaqa narsaki, что и psixologiyada ham shundoq.
konkretniy qadam тоже aytib bo'lmaydi, chunki odamda hammasi o'zini muammosi, o'zini triggerlari, o'zini travmalari, o'zini boshqacha hammada окружение. Bitta individualniy подход kerak. Shu uchun afsus, mana shu shaxsiy rivojlanish nimada konkretniy shakli hamma uchun yo'q. No, mani fikrim bo'yicha bu даже qiziq, chunki bu интересно, chunki odam o'zini как по шаблону yurmaydi. Mana shuni qilishim kerak ekanman deb, как robot. Hamma shundoq yo'q, odam o'ziga quloq soladi. O'ziga qarab, o'zini situatsiyasiga nima unga ko'proq yoqyapti, nima yoqmayapti, mana shunga qarab odam o'zini izuchat qilib, shunga qarab o'zini qadamlarini qiladi. Bunda kitoblar, treninglar qanday yordam berishi mumkin? Odam o'qib o'ziga понимание ko'proq bo'lishi mumkin, qanaqa qadam bo'lishi mumkin umuman. Xulosani o'zi chiqaradi, qaror qabul qiladi o'zi. Da. Misol uchun kitoblar orqali har xil qadamlarni ko'radi. Общий kruгозорi oshadi. Misol uchun odam agar faqat bitta mamnun qilib qaragan bo'lsa, biror kitobni o'qib, kursni o'tib, o'sha mamnun ko'radi situatsiyaga. O'sha imkoniyati ko'proq har xil yo'llarni nima qilishga. Yoki yana bitta nima personalniy bo'lsa, bu tam ustoz topish. Чтобы ustoz biram o'sha yordam bersin odamga personalniy uni qadamini qanday nima qilishni yordam bersin. Zo'r kes bo'ldi. Men nimagadir o'ylardimki, umumiy qanaqadir yo'l bo'ladi samara развитияda. Nima, o'z tushundimki, har bir insonda bu individual, lekin hammaga yordam qiladigan narsa, hamma kasaga meni fikrimcha bitta narsa bu samara развитияni o'zi. Что путь к этому правильно olib borsa bo'layotganingizda agarda, что научный обоснованный bir yo'nalishi, uni bir natijasi bor inson bilan ishlasa, shu ma'lumot qabul qilishni boshlasa bo'ladi. Samara развития o'zi kerak narsa. Shunday. Samara развития o'zi kerak narsa. Samara развития как путь, инструмент. Mana shu samara развития odam тоже mana shu научный psixologiya bo'yicha aytsam, когнитивно-поведенческая terapiya, bunda shunaqa nimasi borki, что odam o'ziga topishga nima saylaydi, qanaqa ценность orqali yashaydi. Ценность qadriyat. Qadri bor narsa. Maqsad emas, цель emas, maqsad, а вот именно ценность. Ценность, misol uchun maqsad qanaqa bo'lishi mumkin? Aytaylikki, mashina sotib olish. Lekin maqsadni odam yo'qotishi mumkin. Qanday qilib? Mashina tam buzilib qolishi mumkin, mashina arest qilishi mumkin, mashina tam o'g'irlab ketishi mumkin, mashina yana nimadir sotib olishi mumkin. И все. Odam tortib olishi mumkin uni. Ценностьni qadriyatmi? Buni tortib bo'lmaydi. Chunki odam qanaqa holatda tushmasa, kasal bo'lib qolsa ham, qamoqda bo'lib qolsa ham, qanaqadir muammo bo'lib qolsa ham, lekin uni mana shu ценности rivojlanishga постоянно o'zi bilan bo'ladi. Uni hech kim tortib olmaydi. Любой holatda odamda mana shu ценность samara развития bo'lsa, любой holatga odam mana shu ценностьni keltirib oladi. Shunga qarab o'zini ishini qiladi. Misol uchun biror muammo bo'lib qoldimi? Agar odamda ценность, qadriyat, samara развития bo'lsa, aytadi, qanday qilib mana shu situatsiya orqali men rivojlanishim mumkin? Qanaqa tajriba olishim mumkin? Qanday qilib men mana shu hozir bo'lib, nima bilim qanaqa olishim mumkin deb rus tilida deganiki смотреть через призму ценности. То есть ценность aytaylikki binokel bu nima? Samaraзвитие binokel. И hamma situatsiyaga mana shu через samaraзвитие qaraysan. Вот, ashuna qilib odam o'ziga mana shu saylaydi qanaqa ценность. Mana shu sen aytgandek, ценность bo'yicha, mana shu bo'yicha yursa, odam o'zi topib oladi o'zini qadamlarini. Kimda qanaqa qadam? O'zi qadriyat mavzusi ochildi-yu, ценность mavzusi. Nima? Ценность o'zi yoki misol shaxsiy rivojlanish buni как qadriyat deb qabul qilsa inson agar, bu zo'r bo'ladi deb tushundim gapingizdan. Yana qadriyat o'zi nima? Yana qanaqa qadriyatli yordam beradi deb o'ylaysiz? Misol uchun qadriyat bo'lishi mumkin. Bu masalan, men o'zimnikini aytaman. Foydali odam bo'lish. Meni qadriyatim. Чтобы bu dunyoda не просто men keldim,
qandaydir pul ishladim, o'zim ham shu pulni ketkazib yuborib ketdim bu dunyodada. Nimadir qoldirish o'zimdagi. Вот. Mana shu mani ценностям. Biznes qilamanmi yoki qanaqadir boshqa narsalar qilamanmi, men shuni ham o'ylayman. Shunga qarab, mana shu ham qadriyat bo'lishi mumkin. Qadriyat bo'lishi mumkin yaxshi ota bo'lish, zo'r ota bo'lish. Agar odamda shunaqa qadriyati bo'lsa, odam harakat qiladi, charchasa ham, vaqti bo'lmasa ham, erinsa ham, bolasi bilan ko'proq gaplashish, bolasiga ko'proq vaqt ajratish, aylantirish, nima qilish. Qadriyat bo'lishi mumkin, aytaylikki, здоровье. Да. Вот. Odam shunga qarab, qanaqadir ish qilsa, shunga qarab qarorga keladi. Misol uchun qanaqadir to'yda o'tirib yoki qanaqadir вечеринкада o'tirib, alkogol ko'pmi, odamda qanaqa qadriyati. Agar shu здоровье bo'lsa, yoki ichmaydi alkogol yoki minimalni ichadi. Kimda bunaqa qadriyat bo'lmasa, to prям ko'p ichib, prям уже alkash bo'lib qolib bo'ladi. Xullas, mana shunaqa qadriyat ko'p. Har kim o'ziga to'g'ri ko'radi, nima unga mana shu energiya beryapti. Nima unga maqsad yashashga beryapti. Nima unga kelajakka motivatsiya beryapti. Shuni saylasa, qiyin bo'lgan paytda odamga o'zini qadriyatini saylaydi. Men buni raji mashu uchun qilaman. Men buni, например, balalarim uchun yoki xotinim uchun yoki ota-onam uchun yoki misol uchun meni primerimda men ko'p narsalarni hayvonlar uchun. Men bilaman, например, boy bo'lib ketsam, ko'p pul bo'lsa, nechta mushuklarni, kuchuklarni men qutqarishim mumkin. Mana shu meni motivatsiya berdi. Kimgadir bu вообще motivatsiya bermaydi. Meni qadriyatim. Men bilamanki, что даже, скорее всего, 70-80% odamlar meni mana shu nimalarimni eshitib, даже ularga bu motivatsiya bermashi mumkin. Ularga boshqa hammada har xil. Sen misol uchun aytasanki, meni birinchi o'rinda bu oila deyishi mumkin. Да. Boshqa odamda birinchi o'rinda boshqa narsalar. Друзья, может быть. Да. Kimdadir sayohat. Kimdadir pul любым путем. Farqi yo'q. Здоровье, oila, nima, pul, главный pul. Tushunasizmi? Bu yomon emas, yaxshi emas. Просто har kim o'ziga nima saylab qadriyat ko'p bo'lishi mumkin. Bitta emas. То есть odam ikkita, uchta, to'rtta ko'p ham saylashi mumkin. Vaqt o'tishi bilan bu qoladimi yo o'zgarishi mumkinmi? Maqsadga qaraganda qadriyat tez o'zgarmaydi. Misol uchun, bugun odamda bitta maqsad bo'lishi mumkin, shu maqsad o'sha ertasi kuni boshqa настроенияda bo'lmashi mumkin. To'g'rimi? Maqsadlar bular как ob-havo singari. Bugun undoq, ertaga bundoq, bir oydan keyin undoq. Qadriyat yillab bo'ladi, kimdadir даже bir umr ham bitta bo'lishi mumkin. O'zgarmay bo'lishi mumkin. Shu uchun psixologiyada, naучный psixologiyada aytishadiki, что qadriyat bu fundament. Mana shu fundamentga ushlab turadigan narsa. Zo'r. Qadriyatlar inson o'zini misol analiz qilib, misol qadriyat bu bizni qadrlaydigan narsa, это то, что мы ценим, выбираем, да, tushunishim bo'yicha. Misolga, shuni o'zinikini yozib, fiksir qilib qo'yish kerak, что menga bu narsalar qadriyat, qachonki shu uni qadriyatlari bilan yana biron variantlarni arasa paydo kelsa, u shu qadriyatni tanlaydi keyinsiga. Qadrli bo'lgan narsani tanlaydi. O'ziga nima bo'ladi, rezultat beradi. Yoki qiyinchilik paytda qiyin bo'lib qoldimi, odam o'zida mana shu qadriyatlarni eslaydi. Nima uchun? Тоже sal oyoqda turishga yordam beradi. Tushunarli, zo'r. Azam aka, bir 2 kun oldin, endi bu mana shu podkast syomka qilgan kunimizdan 2 kun oldin, 2 kun oldin, 2 sutka oldin suhbatlashganimizda menga nima masalasi qiziq bo'ldi. Sizdan so'raganim aniq javob oldim. Misolga biznesga yaqinroq edi. Misolga nima biznesmenga ko'proq energiya beradi, nima uni energiyasini oladi degan savol bo'ldi. Unga savolga javob oldim. Meni fikrimcha o'zim mana shu podkastda nimani aytib o'tsak agarda yana ham ko'proqdan foydamiz tegadi. Bu har qanaqa insonni agar shu ustoz topsa, shu kerakli ma'lumotlarni, bilimni olishni boshlasa, shu hamfikr do'stlar bilan birlashishni boshlasa, natijaga yetib oladimi, yo'qmi degan joyi. Mana endi savol shundoqki, mana kamerada ham mana shu narsa bilan nima qilib o'taylik.
har qandoq xohlagan yoki bakovul xohishi yo'q insonni misolga o'sha natijagacha olib borish mumkinmi yo'qmi? Ну, 100% garantiya berib bo'lmaydi в любом случае. Lekin odam atrof muhiti соответствующий bo'lsa, oladigan ma'lumot, informatsiya ijtimoiy tarmoqlardami, umuman internetdami, kitoblardami mana shu natijaga olib kelayotgan bo'lsa, nimalari, nastavniklari bo'lsa, nimalar bo'lsa, mana shu hamma narsa imkoniyatni, shansni ko'paytiradi. Agar oddiy misolda foizda olsak, например, odamda atrof muhiti mana shu окруженияsi rivojlantirayotganmi? Условно. Hop, plus 20% imkoniyat natijaga oshishiga. Shu haqida biror trening kurs o'tibdimi? Yana tam aytaylikki, tam 15, 20, 30% mi tam plus. Nastavnik bormi? Yana qanchadir plus. Tushunyapsizmi? No, bu shanslarni ko'paytiradi. Birgalikda bitta natijaga olib keladi. Olib kelishiga imkoniyat ko'proq bo'ladi. То есть bu ham baribir ham odamda и nastavnik bo'lishi mumkin, и bu bo'lishi mumkin, но baribir ham yana внешний faktorlar bor. Ekonomik situatsiyalar bor. Har xil nima umuman zamonaviy постоянно o'zgaryapti. Misol uchun hozir biror odam уже o'layotgan sohani olsa, ming zo'r nastavnik bo'lsin, ming zo'r kurs bo'lsin, ming zo'r o'zini motivatsiyasi bo'lsin. No agar bu sohada уже все aktualnost qolmagan bo'lsa, mijozlar qolmagan bo'lsa, ming hammasi zo'r qilsin, no bitta ko'rsam уже внешний faktor. Shu uchun natijalarda не только odamning o'zini xohishi, o'zini nimalari, yana влиять qilolmaydigan narsalar bor. Внешний faktorlar bor. Tashqaridagi tashqi omillar bu ta'sir ko'rsata olmaydi ularga. Kontrol qilolmaydi bu уже narsalar, kontrol qilolmaydigan narsalar bor. Shuning uchun aytib bo'lmaydi, что agar mashina qilsang 100% sen natijaga olasan. No aytib bo'ladiki, что bu imkoniyatini oshirasan. Bu qilsang imkoniyat kamroq bo'ladi. Тоже bo'ladi, no kamroq. No agar ustozing bo'lsa, ko'proq. Kitob o'qisang bu haqida ko'proq yana bo'ladi. Ana shunday. Agarda mablag'ga, pulga nisbatan olsa agar kimdir bugun qaysi kasbni qilib, misol aytaylikki, uslovni $100 pul ishlaydi. Agarda shu insonga mana shu instruksiyalarni berilsa, agar imkoniyatlarni ko'paytiradigan instruksiyalar berilsa, agarda nima 5 barobarga yoki 10 barobar ko'paytirish mumkinmi? Mumkin. No, bitta главный so'z mumkin. То есть mumkin oshiradi, no mumkin yo'q. No aytganimdek, gap imkoniyatda. Katta ehtimoliyat bilan bu oshiradi. Ustoz topsa agarda. Da. Mumkin odam bir ustoz, bir kurs, bir nimalar ham natijaga kelishi mumkin. Например, просто aytaylikki, uzoqroq kelishi mumkin. Представьте, agar, например, ustozi bor, ustozi прям сразу xato qildimi, сразу aytdi, mana shunda xato bo'ldi deb. Qanaqadir konkretni именно mana shu odamga to'g'ri keladigan tam qanaqadir instrumentlar berdi. Mana shuni qilib. Ustoz qanaqadir o'zini aytaylikki tajribasi, tanishlari, nimalari bilan qilib tezroq kelishi mumkin odam. Vaqtni ekonom qiladi. Tezroq kelishi natijaga. Xatolarni kamroq qilishi mumkin. No, kimdir aytishi mumkin. Yo'q, men shu vaqtim pus ko'proq ketaversin. No, maksimalni xohlamanki, tam hammasini o'zim qiynalib, maksimalni nima qilib, bu ham yomon emas. Rus tilida deydi-ku, tяжело в учении, легко в бою deb. Kimdir shunaqa nimani saylashi mumkin. Ayniqsa agar odam yosh bo'lsa, o'ylasi bo'lmasa, balasi bo'lmasa, vaqti ko'p, vagon даже maychi mumkin maza qilib hamma xatolarni yig'ib, hamma kasaklarni, qiyinchiliklarni yig'ib, даже nima bo'lishi mumkin. No, конечно, agar imkoniyat bo'lsa, tezroq qilishga imkoniyat bo'lsa, to, конечно, mani fikrim bo'yicha, наверное, yaxshi ishlatsa mana shu imkoniyatni. Ustoz, kitob, trening. Agar odamlar, например, puli yo'q bo'lsa yoki qanaqadir boshqa muammolari bo'lsa, odamlar o'ylamasinki, что значит, manda natijaga erisha olmayman bibula. Chunki kurslar ham, kitoblar hammasi pul turadi-ku, misol uchun. Yo'q, тоже nima bo'lishi mumkin. Bunaqa odamlarda kimda imkoniyati yo'q mana shu narsalarni egallashga,
ularda boshqa plusi bor, что ular o'zi hammasini o'tib, uzoqroq o'tadi, qiyinroq o'tadi, но shunga qarab ham ular тоже kuch oladi. Shuning uchun kimda qanaqadir imkoniyatlar bo'lmasa, birinchi bo'lib mablag' bo'yicha imkoniyatlar bo'lmasa, aytamanki, что bu sizlarga demotivatsiya bo'lmasin. Bunda o'zidan ham o'zini afzalliklari bor, pluslari bor. Pluslari bor bunda ham. Keyin yana mumkin bir martada, mumkin 2 marta, mumkin 3 marta urinishda, harakatda o'xshamasa agarda, mumkin 4-inchisi, mumkin 5-inchida, mumkin ko'proq urinib keyin o'xshaydi-da, xato qilib. Shunda meni aytganimdek, men shu bizneslarni qilganlarimda menda ko'p bizneslari menda otilmaydi. Вот, men shu bitta, ikkita, uchta hop qanaqadir otilib qoladi. Misol qanaqadir statistika bormi sizda o'zingizda? Nechta proyekt? Men bir sanab ko'rdim. Misol uchun mana sayt primer ko'rsatdim. Unda oldin bir 30 ta sayt yaratgandim, пока bitta saytim otilmaguncha. Вот. Mana qanaqa statistika. 30 tada bitta. Вот. IT proyektlarda где-то bu sayt ham ITga kiradi. Chunki menda oddiy saytlar emas, ular funksionali bilan qanaqadir mana bu web servislar degan narsalar bor. Ularda menda o'rtada где-то 5 tada bittasi yoki ikkitasi o'tilardi. Mana shunday. Короче, bundan ham har xil sohada har xil. No, agar o'rta biznes olsak, umuman общий biznes, men o'ylaymanki, menda men прям точно nima sanab ko'rmagan, но примерно 5 tada shu bitta ikkitasi. То есть bu deganiki 5 tada 3 ta 4tasi o'tilmaydi. Yoki 0 ga chiqadi, yoki даже minusga kiradi. Mening statistikam shunday. Kimdadirda yaxshiroq bo'lishi mumkin. Kimdadirda tam pastroq statistikasi bo'lishi mumkin. Bu menda shunday примерно. Misol siz o'zingizni kuchli tarafingizni tushundingiz, ITda yo shu sayt tuzishda sizga bu nravится, shu bilan zanimatsiya qilyapsiz. Yana shu o'zingizni yo'nalishingizda, o'zingizni potokingizda turib ham shuncha 5 tagacha proyekt bo'lsa, misolga ikkitasi o'xshashi mumkin. Bu ne значит, что bo'ldi, men o'zim kuchli tarafimni topdim. Men ustoz bo'ldi, hamfikr insonlar bo'ldi, kitob bo'ldi. Men o'zi bitta bir yo'lga tushdim. deb turib, bu shunda qilgan taqdirda ham yana o'xshamasligini nimasi imkoniyati kattaroq. Даже ko'plari, даже shuncha o'sha bilib, ko'plari menda baribir ham o'xshamaydi. Bu har 30 IT bu saytda misolga. Saytda bu как produkt olsak agar sayt. Misol bu komandni guruh bo'lib qilingan proyektlar bo'ladi. Sizda misolga bo'lgan hech bo'lmasa eng kamida 2 oy, mumkin 3 oy vaqt olgan bo'lsa kerak. No, misol uchun mana shu otilgan proyektim realda daromad olib kelgan 3 yildan keyin. Men 3 yil startdan keyin 3 yil vaqt kerak bo'lgan, u pulga chiqishiganmi? Yo'q, oldindan pul olib kelardi. No, o'zini qoplash uchun. Po mелочевке. O'zimga ham qolardi mелочевка, no даже как daromad o'xshamagan proyektlar haqida ko'p gapiryapsiz-da, aka. Biz обычно podkastlarda o'xshagan narsalar haqida ko'proq gapiramiz. Uspexlarni ko'rsatamiz. И 3 yildan keyin, чтобы прям уже qanaqadir ощутимый pullar, ko'p pullar bo'lgandan keyin ana shunday. Lekin qanaqadir proyektlar, например, tam 1 yildan keyin qanaqadir proyektlar, ayniqsa mana onlayn servislar bo'lsa, ularda naborot, ular tez o'tiladi. Lekin ularda razработкасы uzoq. Ular razработка ketadi. Ich qolgandan keyin o'sha ashula сразу pul olib kelishi boshlashi mumkin. Ammo вообще olib kelmagan. Вот, пример shundoq. Mana bunda natija oldingiz, hozir qaysi o'xshab turib bitta proyekt o'xshadi. Yana keyingi qadamga o'tishga nima sabab bo'ladi sizdan? Nima motivi bo'ladi har daf'a? 30 ta tuzdingiz, arada har 5 tada ikkitasi o'xshagan bo'lsa yoki 10 tada bittasi o'xshab kelgan taqdirda ham yana shuni o'zida qolmadingizda keyingi qadamga o'tishga boshladingiz. Birinchidan просто oddiy qiziq. Oddiy mana shu qanaqadir energiya, motivatsiya, yana biznes qilish, u sohani o'rganish. Men даже nima женский kiyim bilan shug'ullangan. То есть торговляsi bilan-da. Торговляsi bilan. Тоже qiziq, qandoq, nima, то есть har xil sohalarni ko'rib qiziq menga. Umuman bu kruгозорni rivojlantiradi, расширять qiladi. Вот, buni qilib ko'rish, buni har xil sohalarda ham kruгозор, ham tam pul ham bo'lishi mumkin agar proyekt otilsa. То есть birinchi meni shu maqsadim, sababim mana shu. Тоже shaxsiy rivojlanish.
man buni olib kiraman. Ikkinchi, bu тоже oddiy narsa, ko'proq pul ishlash, daromadni oshirish. Ko'proq это qancha aka? Ну, мы вначале договорились, что о финансах не будем. Ну, Да, bitta men kamera bilan syomka qilib shu joyini. bitta gap даже конкретно summalarda emas. Что bu как o'yindak. O'yindak, что хоп, главное, что O'yindak. Игра. Что ko'proq, что yana daromad ko'proq. Yana но bu конечный цель emas. Mariochi bu. Ha. Tit qilib puluq qilib yutadi-ku. Да. Serdichkachalarni yo'lda. Yo'q, даже buni boshqasi misol ko'proq keladi. Sims degan o'yin bor edi. Sims 2, Sims 3 saqda odamchilaring bor. Sen shu odamchilarni rivojlantirasan, nima qilasan, uy quraysan. Hozir ham bormi unda? Ishlaysan. Kompyuterlarda bor, bu o'yinlar. Sims 3 hozir adashmasam. Kichkinagina shu Sims 2 ni deb o'ynardim. И как o'yin, то есть unda mana uni rivojlanishi, здоровьесі, puli nimalari nimada ko'rinardi. O'yinda ham ko'proq bonus yig'ish kerak, qanaqadir nima missiyani o'tib borish kerak. Shunga o'xshab, nimaga? Manda mana shu proyektlar, bizneslar mana shunda ham manda o'xshaydi. Shaxsiy rivojlanish ham o'xshaydi. Как o'yin o'ynaganda? Как o'yin o'ynaganda, как gamifikatsiya desa bo'ladi. Вот, mana shu sabab. И da mana shu pul, lekin pul uchun emas-ku, pulni orqasida nimadir bor. Bu чтобы там oila boqish, bu чтобы там o'zim yashashga и чтобы man har oy nima также sarflayman fondlarga, также mana shu kuchuk nimalar, животный hayvonlarni fondlariga sarflayman. Xo'p, mana shu menga то есть pul uchun emas, nimadir mana shu pulni orqasida. Mana shunaqa sabablar. И yana чтобы mana shu pulni imkoniyat yana yangi proyektlarga qilish. Вложение, investitsiya qilish. Ana shunday. Yana bitta narsa borki, bitta narsani bildimki, что вечный bitta narsa yo'q. По крайней мере, menda bironta biznesim вечный bir xil ketmagan. Aytganimdek, zamon o'zgaradi, situatsiyalar o'zgaradi, ekonomika o'zgaradi, har xil yangi texnologiya paydo bo'ladi. Shu uchun konkurensiyalar постоянно o'zgaradi, qaytadir o'shadi, qaytadir tushadi, ko'pinchalarda o'shadi. Поэтому и shu sababdan ham bo'lmaydi, что bitta ikkita biznes otilsa ham все, вечно ketaveradi. Bunaqa bo'lmaydi. Manda bo'lmagan, лично. Конечно, har xil примерлар bor, что уже mana семейный biznes, 100 yil ishlaydigan bizneslar bor, da, там. Гостиничный может, да. Да, 200 yil ishlaydiganlar bor. Там bunaqa bizneslar ham bor, в любом случае. Но тоже mana shu bizneslar 100 yil ishlaydigan, 150 yil ishlaydigan, nechta mingtada ichidagi shu bittasi 100 yilgacha borgan, например. Statistika juda pastda. Agar ko'p nimani aytsak, asosiy tam 99% holatni aytsak, to biznes uzoq nima vechna bo'lmaydi. O'sadi, tushadi, qanaqadir situatsiyalar bo'ladi, o'zgarishlar, bozorda o'zgarishlar bo'ladi. Поэтому yoki shu biznesni o'zida qanaqadir постоянно transformatsiya qilib turish kerak, yoki shuni transformatsiya qilib, yana qanaqadir meni лично strategiyam безопасность bo'lish uchun, xavfsizlikroq bo'lish uchun har xil sohada biznes qilib, yoki даже bitta sohada biznes bo'lsa, to qandaydir baribir ham buni diversifikatsiya deydi. Hamma tuxumni bitta savatga qo'ymaslik deb. Например, shu biznes, например, 2-3 ta davlatda. То есть biznes bir, 2-3 ta davlat. Yoki biznes bitta davlat ichida, qanaqadir pod направлениялari. Qanaqadir направлениялар vaqti bo'lib o'layotgan bo'lsa, qanaqadir naborot o'sishi mumkin. Bu bitta misol IT ning ichida ketadigan gap bo'ladi, to'g'rimi? Любой biznesda. Misol ishlab chiqarish ham bo'lishi mumkin, торговля ham bo'lishi mumkin. Да. Yoki xizmat ko'rsatish ham bo'lishi mumkin, yoki qanaqadir logistik kompaniya bo'lishi ham mumkin. Это как biznes единица ketyapti, разный har xil yo'nalishlar даже. Misol uchun mana logistikchiga aytsak, kimdir, например, logistika bilan shug'ullanadi, Xitoydan tam O'zbekistonga olib kelish tovarlarni. Qanday diversifikatsiya qilish mumkin? Parallelni yangi направление ochib, не только Xitoy bilan, boshqa davlat bilan. То есть biznes bir qolgan, но направление boshqa.
da unda protsesslari ham ko'plari boshqa bo'ladi. No, qanday holat bo'ladi ertaga indinga bilib bo'lmaydi-ku. Agar odamda hammasi bitta narsaga qo'yilgan bo'lsa, birov yo'l bekildimi, birov holat bo'lib qoldimi, все, odam besiz yo'qotadi. Agar уже заранее nima подстройка qilgan bo'lsa, там logistika AQShdan ham parallelно yoki там Yevropada yoki logistika Rossiyami. Все, даже birov qanaqadir holat bo'lib qolsa, политическим, экономическими, yana qanaqadirda уже безопасныйroq, xavfsizroq. To bu ekonomist yana o'ziga kelguncha bu tomondan podдержка qilib turadilar, misol yo'nalishni. Zo'r, bu men fikrimcha kattaroq, juda katta mavzu. Hozir yana mana shu podkast suhbatimiz davomida kattaroq mavzular ochilyapti. Nima? Azam aka, bu uchrashuvimizni, naверное, oxirgi savoli yoki fikri nima? Boshida suhbatimizda aytdingizki, insonlarni fikrlashini o'zgartirish yo'li bilan dengiz yoki insonlarni insonni fikri haqida suhbat aytib o'tdingiz. Hozir men o'zim aniq eslayman nima deganingizni, lekin adashtirib olmay. Mana misol bizning nimamiz, maqsadlarimiz yoki missiyalarimizdan bittasi bilim orqali insonlarni va fikrlashlarini rivojlantirish orqali deb aytdingiz. Shunda fikrlash o'zi nima-yu? Bu qanchalik muhim u? Misolga bu nima nazarda tutdingiz? Tushunishimcha bu sizning eng bir katta maqsadlaringizdan yoki bir yo'nalishdan, missiyangizda. No, umumiy fikrlash, rus tilida bu мышление bo'ladi, foydaga olib keladigan мышление va psixologiya tilida destruktivniy fikrlash, то есть shunaqa fikrlash odamni naborot pastga olib boradi, ziyon qiladi. Fikrlar foydaga keltiradi yoki ziyon keltiradi? Ziyonga keltiradi. Fikrlash har xil sohada bo'lishi mumkin. Fikrlash tam shaxsiy rivojlanishda aytayotgan bo'lsak, qanaqadir hayotda muammo bo'lib qolsa, odamlar har xil fikrlashi mumkin. Kimdir aytadiki, tak, bu holat men uchun trenajyor. Men uchun bu meni tajriba oshirish uchun foyda keltiradi menga. Zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Tak, hozir men foyda olaman bu holatda. И дальше ketaman. Kimdir aytadi, все, nima значит, Ammo rasvo bo'ldi. Shuncha qilganim tinga tiqding deydi-ku misol. Вот, minus bo'ldi, nima bo'ldi? Buni tashlab yuboraman, bo'lmaydi, bildim, что bo'lmaydi. Aytishudi o'zi. Aytishudi, tanishish hech narsa bo'lmaydi. Kidala qiladi. Nima qiladi-da. Mana shu fikrlashni ham o'zgartirsa bo'ladi. Yana fikrlash bo'yicha men aytganim moliyaviy sohada, тоже moliyaviy savodxonda bu deganiki, то есть qanday odam fikrlaydi mana shu pul sohada. Pul bor. Дальше nima qiladi odam mana shu pul bilan? Сразу hammasini ketkazadimi? Yoki, например, 10%ni qaqadir sarmoya qiladi. Qaqadir tam yangi источник daromad olib kelayotgan qiladi. Qaqadir tam yig'adimi? То есть mana shu ham nima haqida? Fikrlash haqida. Yoki, например, odamda mana aytaylikki, pul bor, nima qiladi mana shu pulga? iPhone oladimi? Misol uchun. Yoki mana shu pulga mana shu Apple kompaniyani aksiyasini oladimi? Bu fikrlash bu. Da, moliyaviy sohadagi fikrlashi. Вот. Kimdir fikrlashi сразу там ketkazishga потребление. Вот. Потребительское поведение. То есть ishlatadigan. Kimdir shuni fikrlaydi. Ishlatish faqat. Pul oldim, ishladim, pul oldim, ishladim. Da. Kimdir fikrlashi pulni ko'paytirish, yig'ish, investitsiya qilish. Da, nima? Хотя бы там 5%ni pul tushdi, okey, там 95% ketdi, но хотя бы 5%ni qaqadir vложить qilish. Qimmatli qog'ozlargami, bank depozitlargami yoki kimda qanaqa imkoniyat bo'lsa, qanaqa kimda usullari bo'lsa, ashno qilib, bu ham qorni sungori. Qorni mana bu snijok bo'ladi-ku. Kamok. Mana bundoq qilsa katta bo'lib ketaveradi-ku. Bu ham shundoq. Har oy 5%, 10% ni qaqadir sarmoya qilaversa, bu ham katta bo'lib, keyin odamda qanaqadir уже ikkinchi tam daromadi bo'lishi mumkin. Bu ham fikrlashga kiradi. Qanday odam fikrlaydi? Kimdir сразу tam fikrlashi вечный kreditda yashash. Pul tushdi, kimdir misol uchun pul borni ketkazadi, kimdir даже yo'q pulni ketkazadi.
сразу narsalar oladi. Ishlanmagan pullar sotiladi. Да. Qarzga oladi. Да. Вот. Bu ham как бы mana shunaqa. И psixologiyada yana bu mana bu shopagalizm degan narsa bor. Ayniqsa oxirgi paytda mana bu marketplace'lar rivojlangan paytda ko'p odamlarda mana shu shopagalizm rivojlanib ketdi. Odamlar kerak narsani ham maksimal olishni boshlashyapti. Bu уже psixologiyada как kasallik deb hisoblanadi. И buni даже davolanishni yo'llari bor. Prичем qarzga oladilar kerak bo'lsa. Даже kimdir qarzga oladi. Kreditniy kartaga. Bu fikrlash bu fundamental boshlang'ich nuqtada tuyuldi menga. Да. Bitta задача yoki bitta problema masala paydo bo'ldi. Buni imkoniyat yoki как tajriba deb qabul qildilar yoki buni bu konkretniy muammo, bu bunaqangi emas nima qildilar misolga. Masalan, bir xil holat. Bitta holat, bitta muammo paydo bo'ldi. Faqat ikki xil fikrlash bilan javob berdilar shu narsaga. Bu yo'nalishda qanaqadir sizda dars bormi yo kitob bormi yo nimami qandoq misolga? Moliyaviy sohada menda nimam bor? Kitobim ham bor. Avtorskiy kitob. Avtorskiy, muvaffaqiyatli investor degani va обучение bor, kurs bor. Moliyaviy savodxonlikni oshirish, moliyaviy erkinlikni oshirish, investitsiya sohani, чтобы odamlar qanaqadir bitta daromadga bog'lanib qolmasligi uchun odam biznes qiladimi yo ishda ishlaydimi, частныйdami, davlatdami, чтобы qanaqadir qismini oyligida yoki daromadida qanaqadir sarmoya qilsin. Чтобы mana shu qilgan sarmoya ikkinchi источник дохода bo'lsin. Biza mana shu sohada rivojlanamiz, odamlarni mana shu sohani o'rgatamiz. Zo'r. Nima? Azam aka, bo'lsam biz mana shu podkastimizga описаниесiga yoki shu videoni o'ziga qoldiramiz. Sizni Instagram akkauntingiz yoki saytingizni, siz administratsiyangizga chiqsa, misol mana shu kurslar, shu moliyaviy savodxonlikda yoki investitsiya bo'yicha kurslarga misolga javob berishadi. Shuncha sizga aloqaga chiqishadi. Zo'r. Nima? Azam aka, hozir men fikrimcha birinchi intervyu yoki podkast biz onlayn qilib ko'rgandik. Masalan, живой formatida men uchun birinchi martasiga o'zimga xulosalar chiqaraman hozir. Lekin nima, men aytamanki, bu faqat tajriba bilan keladigan narsa-ku. Podkast intervyuda eng zo'ri bo'lishi, misol, как men roli intervyuer bo'lgan bo'lsam hozir, buni zo'ri bo'lishi bu faqat tajriba bilan keladi, правильно? Misolga. Savollarimga javob oldim. O'zgardi fikrlashimda. Misolga o'ylardimki, qanaqadir bitta instruksiya yoki instrument yoki pashagova yo'l bor. Shu bilan hammada ish beradi bu narsa. Bu endi hozir tushunamanki, har bir odamda bu individual bo'lgani, misolga bir kitob maslahat beradiganda ham, misolga bu yana ham individual narsa degan narsa. Bunga men o'zimda katta nima bo'ldi? Misolga fikrlashimda o'zgarish bo'ldi, samarozitiya masalasiga nisbatan. Nima, Azam aka, bizga yana qiziq, mana shu onlayn maktabimizda umuman shu missiyasidan kelib chiqib turib yoki shu yo'nalishlarimizda biz keyinchalikda yana ham bir xulosa qilmoqchiki, misolga biznes startap mavzularida nima kontent chiqarishni, boshqa ekspertlarni chaqirishni, bizning taklifimiz yana bitta uchrashuvga taklif qilamiz. Siz misol mana shu safardaligingizda, shertalogingizda nima startap va biznes, misolga bu biznes nimadan boshlanadi-yu? Misolga har kim biznesmen bo'la oladi, bo'la olmaydi. Endi menga esa qiziq shu narsa yoki hozirgi biznesmenlarning nimadir o'xshash joylari borligi yoki qanaqadir qoidalari bordir bunda ham. Misolga kimda o'xshayapti, misolgada. Shu yo'nalishda bitta suhbat qilsak nima deysiz? Super. Siz rozi? Да. Все, мы это записали. Nima, katta rahmatga, что nima, keyingi vaqtga unga отказ qildingiz, vaqt ajratib keldingiz aka. Sizga katta rahmat. Bizlar uchun bu rosa muhim. Lekin yana bir narsani tushundim. Men za kamera nima o'tgan safargi savollarimga prям boshqa xil savol berishim ham, javob olishim ham boshqa xil edi va bu kamera boshqa xil ekan. Lekin sekin bu nima qiladi deb o'ylayman. Bizlar esa aniq ishonamiz, o'ylaymiz. Mana shu intervyu, mana shu podkast yo mana shu kontent insonning hayotida bir o'zgarish, yaxshi tomonga o'zgarishiga, bir natija olishiga sabab bo'ladi, xudo xolasa. Mana shu vatanimizni obodligiga, mana shu o'zimizni hayotimizni rivojlanishiga sababchi bo'ladi, xudo xolasa. Azam aka, ana какие-то ваши пожелания, qanaqangidir takliflar, niyatlar общий kuzatuvchilarga, bizning onlayn maktabga, который siz meni ko'rib qilishga rozi bo'lib turibsiz hozir, savollarga javob berishga.
Ну, общий balkim tavsiyalar bu shu samaraзвитие bilan kim qiziqsa shug'ullanishga общий trendga qarab emas, o'zini maqsadlariga, o'zini sabablariga, o'zini yo'lini saylab, shunda yurish. То есть boshqalarga qarab emas, misol uchun ijtimoiy tarmoqlardan ham kim qanday yashasa, просто kopировать qilmash. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p narsalari, chiroyli narsalar ko'rsatiladi. Kimdirlar ko'rsatadi, mana men shaxsiy rivojlanaman, men undoq, men bundoq deb o'zini hayotini chiroyli ko'rsatadi. Lekin men bilamanki, что 80-90% qayerdadir преувеличено, qayerdadir qanaqadir momentlar наоборот ko'rsatilmagan. Поэтому mana shu sohada, rivojlanish sohada ijtimoiy tarmoqdagi odamlarga, nimalarga ko'p ahamiyat bermash. O'zini yo'lini saylab, qaramanglar, qanday blogerlar yashayapti yoki yana kimdir yashayapti. Qaranglar, qanday sizlarga yaxshi bo'ladi. Sizlarni yo'llaringiz umuman to'g'ri kelmashi mumkin, qanday mashhur odamlar yashaydi bo'ldi. Chunki biz ham bilmaymiz qanday ular real yashaydi. Ular faqat zo'r chiroyligini ko'rsatadi taraflarida. Odam o'ylaydiki, tak, men cho'ta boshqacha yashayman, значит, meni yo'lim balkim noto'g'ri deb. Mana odam bunday yashayapti, puli ko'p, nima hammasi zo'r, sayohat qiladi, maza qilib yashaydi. Значит, men ham shuni yo'lni tanlashim kerak deshi mumkin. Но bu не всегда yaxshi yo'l. Mana shunday. Zo'r. Azam aka, katta rahmat. Rahmat. Xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Bu safargi suhbatimizni yana boshqa studiyamizda biznes bo'yicha olib boramiz. Bu yana ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Bizlarni kuzatganlar, shu joygacha kelganlar reelsda chiqaramiz, отдельно xudo xolasa. Keyin bu formatni ham butunligicha qo'shishga harakat qilamiz. Kontaktlarni qoldiramiz sizga aloqaga chiqishga. Umuman YouTube kanalingizda juda kommentariyada juda ko'p savollar bo'lardi. Sizni как личностingizga, nima ko'piga javob bo'ldi bugun deb o'ylayman, xudo xolasa. Katta rahmat aka. Rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Rahmat.